Farg'ona viloyatida zilzila sodir bo'lishi qay darajada haqiqatga yaqin? Hozir mutaxassisning intervyusini joylayman. Intervyuda aytilishi bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari seysmik jihatdan faol hududlar hisoblanadi. Eng so'nggi marta 2011-yilda Farg'ona viloyatida kuchli zilzila sodir bo'lgan. Vahimali xabarlar tarqalib kelyapti. Endi bu vahimali narsalarni e'tiborga olmasligimiz kerak, chunki bizning hududimiz o'zi seysmik faol hudud. Bu hududda shunaqa zilzilalarni keltirib chiqaradigan mana yer yorilari mavjud. Bu yer yorilari doirasida qanaqa kuchdagi zilzilalar yuzaga keladi, bular chuqur o'rganilgan. Shularning asosida bugungi kunda respublika hududida, qo'shni respublika hududlarida maksimal kuchga ega bo'lgan zilzilalarni qiymati nechaga teng bo'lish imkoniyati bor degan baholar berilgan, ularga tegishli xaritalar ishlab chiqilgan hammasi. Mana bu yerda keltirilgan asosan 90%dan oshiq hudud 8 balli hudud. Agarda shu yerdagi mavjud bo'lgan yer yorilari o'zini maksimal seysmik potensialini agarda yuzaga chiqarsa, undan bo'lgan silkinish 8 balldan oshmaydi. Bu 50 yil ichida mana shu hududda zilzilaning kuchi 8 balldan oshib ketish ehtimoli 5%. Oshmaslik kafolati 95%. 95% ehtimolga qurilgan xarita hisoblanadi. Mana bugungi kundagi bizdagi Farg'ona vodiysidagi real ahvol. Mana 8 ball asosiy qismi, ozginagina Andijon shaharining sharqiy qismida 9 ballga teng bo'lgan silkinish yuzaga kelishi mumkin. Agarda bu ham shunaqa o'sha yer yorilari o'zini maksimal potensialini ishlata olsa, endi buni qachon ishlatadi? Buni ehtimoli nihoyatda kam. O'shaning uchun hech qanday vahimaga tushishga asos yo'q hozir aholiga. Mana intervyuni eshitdingiz. Hozircha bu xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi va albatta bilguvchi Alloh.